xil чистка bor. Vakuumli apparatli чистка bo'ladi, mexanический чистка bo'ladi. Tepadagi ko'rib turganinglar bittasi apparatli, bittasi mexanический. Bularning farqini hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Apparatli чистка yuzaki kirlar uchun mo'ljallangan, chuqur tozalab bermaydi. Vakuum yordamida как pilisos yuzinglarni pilisos qilib chiqadi va qora tochkalar to'g'riq chiqmasligi mumkin. Chiqmaydi ham. Yengil xiraliklarni va o'lik hujayralarni tiklash mumkin. Kirlanish, har xil yopiq, ochiq komedonlarni tozalab bermaydi. Mexanический чистка vazifasi asosan qo'l yordamida ishlanadi. Unda qora tochkalaringlar, yopiq ochiq komedonlar va ugrilar hammasi chuqur tozalaniladi va undan keyin to'g'ri texnikada pilinglar, maskalar, karboksilar hammasi o'z o'rnida qo'yiladi. Shaxsan men o'zim mexanический чисткani sizlarga tavsiya beraman. Mexanический чисткada yuzinglar chuqur toza bo'ladi, teri yosharadi, oqaradi, hamda qora tochkalarimiz umuman qolmaydi. Agar sizga mexanический чистка qiziqtirgan bo'lsa, direct orqali murojaat qiling, qizlarim sizga aloqaga chiqishadi. Meni profilimga obuna bo'ling.